Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet to'rida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam to'rt til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to our Language Training Center English Alphabet, and today we will learn simple present continuous tense. Assalamu alaikum sağolashlar. G'oyatli tarbiyalash markazimizningki ingliz tili elifbasi mushtasim darslarga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun o'rganmoqchi bo'lgan dars nima desanglar, mush ingliz tilidagi eng muhim bo'lgan zamonlarning birisi hozirgi davomlashayotgan zamonni o'rganamiz. Xo'sh arkadaşlar, bu hozirgi davomlashayotgan zaman degan ingliz tilida nima desanglar, simple present continuous tense. Hamda bu zaman nimani bildirdi desanglar, bu shu ish harakatninki shu so'zlanayotgan shu vaqtning o'zida bo'layotganligini bildirgan zaman shakli. Masalan, men hozir sizlarga nima ish qilyapman? Dars o'tayapman. Demak, hamda bu shu vaqtma, nima? Demakki, men bu shu ish harakat, bu shu so'zlagan shu naq vaqtda qanday qilayotgan bo'ladi? Naq yuz berayotgan bo'ladi. Naq yuz berayotgan bo'ladi. Masalan, men dars o'tayapman, sizlar dars anglayapsizlar deganda tushunami? Demak, bu zaman ifodalaganda shu mana qilyapman, qilyapti deganda tushunami? Demak, ish harakat shu so'zlagan shu vaqt saytida shu bo'layotganligini ifodalaydi. Endi buni shakli qarab qo'yinglar. Endi shu ish harakatni qilg'uvchi nima deymiz? Ega deymiz, shuna. Egisi boshda ega keladi. Demak, masalan, I. Uni nima? BP ila. BP ila tarjima qilsak shu bo'lsa, degan ma'noda gap bu hamda. Masalan, buningda nima? Am, is, are. Birinchi shaxsga nima desanglar? Am, ikkinchi shaxsga are, uchinchi shaxs birligi nima? Is. Okay. Demakchi, I degan birinchi shaxs BP ildan kelgan nima? Am. Masalan, I am. Okay, endi ma feelingga qanday desanglar ing qo'shilgan, qaytilgan shakli. Endi men yerga ing nima degan gap desanglar shu ing harfi. Bu uyg'urchadagi wataman, watadu degan gap shu. Okay, playing o'yna, wataman, shunami? Agar he was u o'yna, watadu, o'yna, watslar degan gap. Demak, ing shu watadu, wataman shunami? Football. Demak, bu shu qilinayotgan harakat. Bu ya'ni bo'ldi to'ldiruvchi bo'ladi. Xo'sh, endi yerga to'ldiruvchi deganimiz nima desanglar? Shu ish harakatninki obyekti. Obyekti. Masalan, ega deganimiz shu ish harakatni qilg'uvchi. Masalan, I. Endi xabar degancha shu feel. Okay. Am. Shu nimani qiladi, nimani o'ynaydi? Shu futbolni. Shu futbolni obyekt qilib qanday qildi? O'ynaydi. Demakchi, I am playing football. Men futbol o'ynayapman. Demak, siz mushu gapni, mushu jumlani degan vaqtingizda naq shu ishni qilayotgan bo'lasiz. Masalan, men hozir nima dars o'tyapman. I am teaching. Shunami? Men dars o'tyapman degandek. Okay. Endi yana boshqa jumlalar qarab boqaylik, savolashlar. Masalan, she is coming. U kelyapti. Demak, ing nima? Watidu. Demak, mushu gap bo'layotgan vaqtida, mushu gap deyilayotgan vaqtida u qanday shu kelayotgan bo'ladi. She is coming. They are running now. Hozir ular qanday qilyapti? Yugurayapti. Endi egisi uchinchi shaxs ko'plik. Ular shunami? They are. BP ilda nima keldi? Are. They are running now. Ular hozir qanday qilyapti? Yugurayapti. Okay. I am doing my homework. Men topshiriqimni ishlayapman. Okay. My cat is climbing the tree. Mening mushkum bo'lsa yamishyapti. The tree nimaga? Daraxtga. Demak, mening mushkum daraxtga yamishyapti. And he is sleeping at the moment. Naq mush paytda u qanday qilyapti? Uxlayapti. America at the moment deganimiz payt, shunami? At the moment mush paytda, at data. Shunami?
mush paytda u uxlayapti. Demak, savatdaşlar mush ustidan ostiga mush hamma jumla asosan shu gap deyilayotgan vaqtda naq shu sharkatniki yuz berayotganligini ifodalaydi. Masalan, she is coming, they are running now, I'm doing my homework now, yeah, the cat is climbing the tree, he's sleeping at the moment. Demak, mush hamma sharkat naq mush vaqt qanday qotadi yuz beryotadi. Yuz beryotadi. Hamda mush zamonda eng muhim bo'lgan narsani ma'risanlar, shu mush fe'llarning keyiniga ing qatish. Ing degan nima edi? Shu watadu, wataman degan gap. Shunami? Hamda bu ing qatqanda qanday desanglar, oxiri i bilan oyoqlashgan. Hamda shu so'zdagi i'ni hech qanday ohang, masalan, qanday qilmaydigan talaffuz jihatda talaffuz qilmaydigan so'zlar bo'lib qolsa, bu ing qatqanda shu oxirdagi i harfini elib o'tib, bundan keyin qanday qilamiz? Ing qatimiz. Masalan, birinchi so'z nima ekan? Have. Okay, have demaymiz. Shundaymi buni? Buni have deymiz. Oxirdagi i'ni qanday qilmaymiz? Talaffuz qilmaymiz. Demak, talaffuz qilmagandan keyin bu i'ni elib tashlab o'tib, qanday qilamiz? Bevosita ing qatimiz. Masalan, have, having. Masalan, take. Having deganimiz hamda bu have dan nurg'un ma'nosi bor, hamda bo'lmoq, undan keyin ichmak, yemak degandek. Ma take deganda elib mangmoq. Taking, elib mang'atadi. Shunami? Take, oxiri take dedik. Take demaymiz, oxiri in talaffuz qilmadik. Shuning nima? Taking. Ride degan minmak. Masalan, otga minmak, eshakka minmak, motoga minmak, shunami? Riding. Okay, and riding oxiriga i talaffuz qilinmadi, shunga elib o'tib ing qatib riding. Endi yerga come, qarang. Endi come ni talaffuz qilganda oxiri i talaffuz qilinmaydi. Come nima desanglar? Coming. Kelayotidi degan gap. Okay, endi agar shu so'zdagi i ma'lum ohang bergan bo'lsa, buning keyiniki u i'ni qanday qiladimga chiqarib o'tishga bo'lmaydi. Masalan, birinchisi be. Okay, be shu BP'dagi be, shunami? Being. Endi bu i ohang bari, shunami? Buni qanday qilib o'tishga bo'lmaydi? Qisqartirib o'tishga bo'lmaydi. Masalan, see degan i degan ohangni bari. Shunga mana i'ni qisqartirib o'tsak bo'lmaydi. Shunga sing bo'ldi. Shunami? Okay. Endi yana bir xil ahvol nima desanglar, so'z oxiri birla uzuk tovush bilan oyoqlashgan. Endi shu so'zning shu urg'uliq o'qiydigan yepiq bo'g'im fe'llarning oxirgi uzuk tovushni qanday qilamiz desanglar, qo'sh yezib, uning keyin qanday qilamiz desanglar, ing qatimiz. Endi ma bo'g'im degan nima desanglar, savolashlar masalan o'qilganda birlam o'qildigan. Endi shu bo'g'im deganda bir bo'g'imda odat nima desanglar, bir tallam so'zuq tovush harfi bo'ladi. Bir tallam. Demakchi hamda bir bo'g'imliq, masalan, bir bo'g'im deganda set deganimiz nima? Bir bo'g'im, shunami? Okay. Buningdagi so'zuq tovush harfi nima? Ma ta talaffuz qildi, oy harfi, shunami? Demak, ma set. Mush bir bo'g'im bilan oxirlashdi. Undan keyin so'zuq tovushniki meyada oxirdan sanaganda 2-chi o'rinda bo'lish kerak. Okay, oxirdan sanaganda 2-chi o'rinda bo'lsa, oxirgi uzuk tovush harfini qanday qildi? Bir qaytlab, undan keyin ing qatimiz. Masalan, sit, sitting, putting, run, running, shut, shutting, beginning. Ma begin ikki bo'g'imliq so'z, shunami? Begin. Birinchi bo'g'im nima? I ba, ikkinchi bo'g'im nima? Oy ba, shunami? Begin. Okay? Begin. Okay, endi begin bo'lganda nima? Beginning. Buni qanday desanglar, birni qaytlaymiz. Beginning. Undan keyin nima? Swim. Bir bo'g'im, shunami? Swimming. Suv uzayotidi degandek. Undan keyin hamda ing qatganda yana boshqa qanday desanglar, bu shu ko'pincha fe'llarga bevosita qativatsanglar bo'ladi.
Mesela aldırki men sınır deyip mesela set ottamak şuna ama setting ottıravatıdı. Put koymak koyuvatıdı. Run running yügemek yügüravatıdı. Shut yapmak shutting yapıvatıdı. Begin başlaş beginning başlavatıdı. Swim süzmek swimming süzmek. Onu mesela karala eat yemek eating değil mi? Yavatıdı şuna ama look looking karavatıdı. Drink içmek içivatıdı. Drinking şuna ama climb yamışmak climbing yamışıvatıdı. Sweep süpürmek sweeping kanakvatıdı. Şu süpürvatıdı. Demek hem de muşunu katqanda bular maa bayqı ama o bir boğumluq ya şikir boğumluq olganda söz ahire urguluq oqulırgan yepik boğumluq beyildi. Mesela yepik boğumluq degan mesela sit. Şunama müşarike sitting. Onun deki ma'arif çoğum keyin deki mu şu bulapmı bu nimeden araymayız sanla. Şu sözlük tavış harfi mesela I bulamdı, you bulamdı şu harfi keyinden sanıqanda ikkinci yorunda bolsa keyindeki şu üzük tavış ne? Üzük tavış harfini bir qaytlap qana qilamiz? Ayınca qatımız.